Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qonun 101 kanalida bugun sizlar bilan Konstitutsiyamizning keyingi darslarimizni boshlaymiz. Ikkinchi bo'lim, ya'ni inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari. Ikkinchi darsimiz, ikkinchi bo'limning o'tgan videomizni tomosha qilsangiz 5-bob haqida aytib o'tgan edik. Bugun sizlar bilan 6-bob, ya'ni fuqarolik 22-moddadan 24-moddalarni o'z ichiga oladi. Demak, 22-moddada O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi unga qanday asoslarda ega bo'lganlikdan qat'iy nazar hamma uchun tengdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarosi ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi. Fuqarolikka ega bo'lish va uni yo'qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanadi. 23-moddaga to'xtaladigan bo'lsak, bunga e'tibor qaratsak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish, ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekistondan tashqariga majburiy chiqarib yuborishi yoki boshqa davlatga berib yuborishi mumkin emas. Davlat xorijda yashayotgan vatandoshlar bilan aloqani saqlab qolish hamda rivojlantirish to'g'risida xalqaro huquq normalariga muvofiq g'amxo'rlik qiladi. 24-modda O'zbekiston Respublikasi hududida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq ta'minlanadi. Ular O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari va xalqaro shartnomalar bilan belgilangan burchlarni ado etadilar. Shu bilan bugungi fuqarolik to'g'risidagi ma'lumotlarimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.